Misol Rashford ikkinchi zaxiradan tushishga yaxshi-ku deyilganda men aytdimki, ha, ikkinchi bo'lib tushgan, lekin o'sha paytda xato aytilgan. Rafinha intensiv futbolchi. Rafinha ko'p ehtimol bar mavsumda jarohat oladi va muhim pallada jarohat olsa-chi, o'sha payt u birinchi raqamda o'ynaydi. Hozir Rashford emas, baribir. Misol Luis Diaslar olinish kerak edi. Transfer masalasi davom etadigan bo'lsa-da, endi hujumchini gapirmasa bo'ladi. Mendan sal yosh Lewandowski o'ynab turibdi va man qatori noaniq o'ynaydigan Ferran o'ynab turibdi. Shuning uchun ham Lamin Yamalni holatini hamma Klopp ham aytdi-yu, men PSJga o'tib ketsa ajablanmayman dedi. Sheriklarim mos emas dedi. Shuncha imkoniyat, shuncha vaziyat Olise bilan solishtirilganda shu aytildi-yu, Olisening oldida Harry Kane o'ynab turibdi. Nari tomonda Luis Dias. Shunga qo'shilma transferda Deko ko'proq boy berdi, lekin Flick ham o'zi boshida, misol uchun, ishsiz yuradi odam. Hayotda ham ko'p ko'riladi. Bir ishga rozi bo'lib keladi. Keyingi muammolarga ham ko'z yumadi odam. Flick misol uchun hech qachon matbuot anjumanlarida gapirganini ko'rmaganman. Flick baribir bitta uslub bilan ishlaganligi uchun ham Bavariyadan keyin yoki Germaniya terma jamoasidan keyin ish topa olmadi-da. Hamma biladi. Barselonada maksimal foydalandi, lekin bar oxirigacha bo'lmaydi. Muammolar aprelda qalqib chiqaveradi. Hozir aytilgan Inigo Martinezga qo'shilaman, juda katta yo'qotish edi. Ahmoqona kelishuv bo'lganda, o'zi kelishgan, o'zini foydasiga hal qilib turib, pul ham olmaganda. Barselona. Endi bu masalada Barselona to'g'ri dunyoga dostoni, Messini sotmagan jamoada bo'ldi. Masalan, Real Ronaldoni olgan narxida sotgan-ku, 9 yil ishlatib, tarixdagi eng zo'r futbolchi bo'lgan futbolchini pullab olish uchun Marg'ilonli aka o'lib sotgan bilan baravardi. Marg'ilonliklar o'lgan burgutni ham aka uxlayaptilar deb sotib olibdi. Ko'zini ochmayapti mana ular. Ko'zingizni ochib uxlaysizmi?